Xolasiga Buxoro tuman Agrobankini kredit bo'limi bo'yicha mutaxassisi Farruxjon kelganlar kredit masalalari bo'yicha ozgina tushuntirish beradi. Avvalambor assalomu alaykum fuqarolar, mahalla fuqarolari, masalan, bugungi uchrashuvimizda fuqarolar oybek mahallasi ismi Farruh Samiyaman bo'lib, Qo'rg'on Agrobankda mahalla yashashga bugungi kunda Agrobank tomonidan mahallalarda tadbirkorlik qiluvchilar maqsadida kredit produktlarimiz mavjud, jumladan mahalla loyihasi, biznesga birinchi qadam hamda prezidentimiz 300 son qarorlar doirasida 100 milliongacha kreditlarimiz bor. Mahalla loyihasi doirasidagi kreditlarimiz 5 yil muddatli 2 yil imtiyozli davridan yillik 25% dan fuqaroning o'zini o'zi bank degan fuqaroning plastik kartasiga ko'chirib beriladi. Shunday 17 million kreditimiz bor biznesga birinchi qadam. Bu 17 milliongacha bo'ladi, ya'ni 25% dan bu ham o'zini o'zi bank degan fuqaroni plastik kartasiga ko'chirib beriladi. Kelisida bo'lmaydi. Pul ko'chirish yo'llari. Xuddi shunday prezidentimiz 300 million so'mlik qarorlar doirasida oldin oilaviy tadbirkorlik doirasida kreditlardan olib maqsadli foydalangan yuridik korxonalarga 100 million so'mgacha pul ko'chirish yo'li bilan yillik 21% dan 5 yil muddatli kreditlarimiz ajratiladi. Bu ham imtiyozli davr 2 yil, imtiyozli davrda faqat foiz to'lovlarni to'laysiz. Biroq kishilar kredit olish bo'yicha qiziqish bo'lsa, savol olsa, berishlardan foydalangancha yordamlashishga harakat qilamiz, maslahatlar bo'lsa beramiz. Kredit oladiganlar bo'lsa, qonun doirasida hujjatlarni terib beramiz. Hozir kreditlash jarayonida onlayn tartibda borasiz. Telefoningizdan o'sha bir qancha programmalarda ruxsat beramiz, Agrobankka soliqqa ruxsat berganimizdan keyin kredit tarixini ko'rish uchun ruxsat berganimizdan keyin o'zi o'sha o'zidan o'zini o'zi bank bilan qilishda hamma ishingiz shu yoqdan bitadi. Bu yoqdan sizdan bitta fuqarolik pasportini olasiz, bankka olasiz. Tavsiyanoma ham o'sha yerda o'zlab beradi. Sırf planı bir bak. Tamam mı? Azamcan